Assalomu alaykum. 7-avgust kuni butun dunyo musulmonlari uchun muqaddas hisoblanmish Makkada tarixiy hodisa yuz berdi. Musulmon dunyosining 3 ta yirik davlati o'zaro xavfsizlik hamda mudofaa paktiga imzo chekdi. Bular Saudiya Arabistoni, Pokiston hamda Turkiya. Bu 3 ta davlat O'zbekiston uchun qanday ahamiyatga ega? Ya'ni O'zbekistonning aloqalari, o'zligi va O'zbekistonning tarixiy munosabatlari rakursidan mana bu hodisaga alohida qarashimiz kerak. O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasining geografik yuragida joylashgan davlat. Mintaqa bo'yicha bizning 4 ta qo'shnimiz mavjud. Bu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston. Demak, mintaqada 4lik mavjud O'zbekistonning atrofida va O'zbekistonning janubida yana xuddi shunday biz uchun o'zlik va tarixiy munosabatlar nuqtai nazaridan muhim bo'lgan 4 ta davlat mavjud. Bularni shartli ravishda janubiy 4lik deyishimiz mumkin. Birinchisi mintaqaviy 4lik O'zbekiston uchun, ikkinchisi janubiy 4lik. Xo'p, janubiy 4likka qaysi davlatlar kiradi? G'arbdan boshlaydigan bo'lsak, bu Turkiya Respublikasi, keyingisi Eron Islom Respublikasi, Afg'oniston hamda Pokiston. Bu barcha davlatlar musulmon davlatlari, ya'ni O'zbekiston bilan fundamental va tarixiy shakllangan o'zlik bilan bog'liq davlatlar. Qolaversa, tarixiy bog'liqlik bu davlatlar bilan juda ham kuchli. Ya'ni bu davlatlarning ba'zilari o'zining tarixiy kelib chiqishi yoki shakllanishini O'zbekiston bilan, ya'ni tarixdagi hodisalar bilan bog'laydi. Afg'oniston bilan esa biz faqatgina keyingi davrda bo'lindik. Afg'onistonda esa o'zbek tili va madaniyatining markazi hisoblanmish Hirot ham mavjud va ko'plab Afg'onistondagi o'zbeklar biz bilan tarixiy bog'liq bo'lgan. Eron bilan ham biz uzoq muddat yagona davlat yoki yagona sarhad, ya'ni makon doirasida birga yashaganmiz. Shuning uchun mana shu uchlikdan ikkitasi mana shu bizning janubimizdagi 4 ta davlatdan ikkitasi hisoblanadi. Bu Turkiya hamda Pokiston. Saudiya Arabistoni esa biz uchun fundamental muhim davlat hisoblanadi. Chunki dunyo sivilizatsiyalari ichida faqatgina islom dinining geografik markazi mavjud. Ya'ni agarki qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, xristian dunyosining geografik, ya'ni aqida bilan, Bibliya bilan, Injil bilan izohlangan geografik markazi mavjud emas. Quddus muqaddas shahar, lekin u Quddus geografik markaz emas. Yoki yahudiylikning ham geografik markazi mavjud emas. Muqaddas shaharlar mavjud, lekin geografik aynan Makka yoki Ka'ba fenomenini, hodisasini eslatuvchi markaz birorta bir boshqa sivilizatsiyada analogi, o'xshashi yo'q hodisa. Shuning uchun Saudiya Arabistonining, ya'ni Makka bilan Madina shaharlarining, muqaddas shaharlarining xavfsizligi tabiiyki butun musulmon dunyosining xavfsizligi, barqarorligi bilan chambarchas bog'liq yoki uzviy bog'liq deyishimiz mumkin. Mana bu 3 ta davlat o'rtasidagi xavfsizlik va mudofaa paktining imzolanishi tabiiyki demakki biz uchun, ya'ni Turkiy dunyodagi eng katta aholi soniga ko'ra Turkiy davlat hisoblanmish Turkiya, musulmon dunyosidagi aholi soniga ko'ra eng yirik davlatlardan bittasi va yagona yadroviy salohiyatga ega bo'lgan davlat hisoblanmish Pokiston, hamda musulmon, ya'ni islom sivilizatsiyasining geografik markazi hisoblanmish Saudiya Arabistondagi bunday paktning imzolanishi dunyo siyosati uchun, mintaqa xavfsizligi va barqarorligi uchun, jumladan O'zbekistonning fundamental o'zliklaridan kelib chiqib, O'zbekiston aholisining manfaatlari uchun nihoyatda muhim. Bu yerda 3 ta qavatdan iborat yoki 3 ta bosqichdan iborat bo'lgan manfaatlar haqida gapirish kerak. Avvalambor mana bu 3 ta davlatning har birining individual manfaatlari mavjud. Misol uchun, Pokistonga asosiy muammoli davlat yoki munosabat bu tabiiyki Hindiston. Pokiston o'zining yadro salohiyatini Hindistonni tiyib turish uchungina yaratgan va shuning uchun hamki Pokiston Hindistonni tiyib turishda o'ziga qo'shimcha ittifoqchilar olishdan,
va bu bilan rasmiy Dehliga signal berishdan manfaatdor. Turkiyaga keladigan bo'lsak, Turkiya NATOning a'zosi. Lekin keyingi 10 yilliklarda uning Washington bilan, Bryussel bilan munosabatlari o'ta chigal. Turkiyaga o'zining xavfsizligini, barqarorligini ta'minlash uchun qo'shimcha va muqobil instrumentlar kerak. Va NATO ichkarisidagi ziddiyatlar, Turkiyaning Yevropa ittifoqiga uzoq muddat qabul qilinmayotganligi va atrofdagi ba'zi bir davlatlar bilan Turkiyaning munosabatlari o'ta chigal ekanligi Turkiya uchun ham qudratli musulmon davlatlar misolida qo'shimcha kuch yoki qo'shimcha resurslarni o'zining o'sha yoki shartli ravishdagi ittifoqchilariga yoki mintaqadagi opponentlariga signal berishdan, ya'ni men bir o'zim emasman, bizning komandamiz mavjud deyishdan juda ham manfaatdor. Saudiya Arabistoni uchun nihoyatda ko'plab muammolar mavjud. Bular ko'pchiligi lokal yoki kam sonli bo'lsa-da, lekin Saudiya Arabistoni uchun bezovtalik omili hisoblanadi. Bir tomondan Yamandagi Husiylar yoki Iroqdagi Shialar yoki o'zining atrofidagi boshqa bir davlatlar va kuchlar Saudiya uchun to'g'ridan-to'g'ri kolossal ekzistensial, ya'ni davlatni yo'q qilish darajasidagi tahdid emas. Lekin bu omillar Saudiya Arabistonni tabiiyki bezovta qiladi. Bu uchala davlat ham Amerika bilan munosabatlari o'ta shu paytga qadar ijobiy bo'ldi yoki tarixan, ayniqsa Sovuq urush davrida bularning uchalasi ham Amerika Qo'shma Shtatlarining, kollektiv G'arbning mintaqadagi barqaror ittifoqchilari edi. Lekin bugun mintaqadagi geosiyosiy vaziyat kardinal o'zgaryapti. Ya'ni 180 gradusga o'zgaryapti deyishimiz mumkin. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari mintaqada o'zining asosiy himoya obyekti sifatida yoki himoya qilishi mumkin bo'lgan yagona davlat sifatida Isroilni ko'ryapti. Bu mintaqadagi mana shu 3 ta davlatning barchasini tabiiyki bezovta qiladi. O'tgan 25-yilda Isroil bamisoli Hamasning ofisiga hujum qilish maqsadida hattoki Qatarga hujum qildi. Qatar ham Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqchisi. Va shunday bo'lishiga qaramasdan Isroilning Qatarga hujumi fonida Amerika Qo'shma Shtatlari Qatarni himoya qilmadi. Va bu 3 ta davlatga ham signal bo'ldiki, ziddiyatlar paydo bo'ladigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari faqatgina Isroilni himoya qiladi. Sababi Amerikaning ichkarisida esa Isroil bilan chambarchas va tarixiy va o'zlik bilan bog'liq bo'lgan katta siyosiy kuchlar mavjud. Boshqacha qilib aytganda, bu uchala davlat ham bugungi kunda ikkinchi motiv shundan iboratki, ular o'zlarining Amerikaga xavfsizlik bog'liqligini pasaytirmoqchi yoki muqobil bo'lgan xavfsizlik tizimini yaratmoqchi va bu bilan Amerikaga signal bermoqchiki, agarki mintaqada siz faqatgina Isroilga orientir oladigan bo'lsangiz, biz siz bilan aloqalarni qaytadan ko'rib chiqamiz, bosqichma-bosqich zaiflashtiramiz va muqobil bo'lgan o'zimizning alohida komandamizni shakllantiramiz demoqchi. Va uchinchi va mening nazarimda eng asosiy maqsad bu Isroil ekspansionizmiga qarshi turish. Chunki bu uchala davlatning Isroil bilan munosabatlari o'ta ziddiyatli. Turkiya tabiiyki musulmon dunyosida birinchilardan bo'lib Isroilni tan olgan davlat. Saudiya Arabistoni hamda Pokistonning Isroil bilan diplomatik aloqalari mavjud emas. Lekin keyingi yillarda Saudiya Arabistoni bosqichma-bosqich ohistalik bilan Isroil va Ar-Riyod o'rtasidagi diplomatik aloqalarni o'rnatishga harakat qilayotgan edi. Lekin keyingi 2 yilda Saudiya bu niyatidan qaytdi. Pokiston esa Isroilga qarshi bo'lgan, musulmon dunyosida Isroil bilan hech qanday aloqalari bo'lmagan va Isroilning xatti-harakatlarini keskin, o'ta sovuqqonlik bilan barqaror tizimli tanqid qilib kelayotgan davlatlardan, yirik musulmon davlatlardan bittasi hisoblanadi. Va keyingi 2-3 yildagi Isroilning mintaqadagi, ayniqsa G'azodagi genotsidi fonida mana bu uchala davlat o'zaro hamkorlik, ya'ni xavfsizlik va mudofaa borasida kuchlarni birlashtirishga majbur bo'lyapti deyishimiz mumkin. Bularning uchalasini ham birlashtirgan yoki qo'rqitgan masala bu katta Isroil loyihasi. Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi tarixiy hamda institutsional o'zlik, ya'ni bog'liqlik shu darajaga yetdiki,
bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Isroil nima desa shuni qilishga yoki majbur bo'lyapti yoki shunga harakat qilyapti. Vaqti bilan Amerika hamda Isroil o'rtasida sovuq davrlar yoki sovuq munosabatlar bo'lib turibdi. Ya'ni Amerika prezidenti va Isroil bosh vaziri yoki vazirlari o'rtasida. Lekin shunday bo'lsa-da, agarki umumiy dinamikaga e'tibor beradigan bo'lsak, bugun Falastin loyihasiga to'liq krest qo'yildi. Bosib olingan Suriya hududlari qaytarib berilmaydigan bo'lyapti. Livanda ham xuddi shunday Isroilning ekspansionizmi davom etmoqchi va umuman Isroil rasmiylari yoki rasmiy propagandasi siyosatchilar aytayaptiki, biz qancha vaqt ketsa ham katta Isroil loyihasidan voz kechmaymiz va bunga harakat qilaveramiz degan bir kayfiyat shakllanib ulgurdi. Va mana shu fonda 3 ta davlatning u yoki bu rasmiylari, misol uchun Turkiyaning prezidenti Erdo'g'an aytdiki, bizning bu ittifoqimiz, ya'ni paktimiz boshqa musulmon davlatlari uchun to'liq eshiklar ochiq. Ya'ni da'vat qilinayotgan yoki taklif qilinayotgan davlatlardan bittasi bu tabiiyki Arab dunyosining eng aholi soniga ko'ra yirik davlati Misr Arab Respublikasi bo'lyapti. Va kutish mumkinki, yaqin yillar ichida bu tashkilotga, ya'ni bu paktga Misr ham qo'shilishi mumkin. Va ma'lum bir muddat o'tib Qatar yoki boshqa davlatlar ham qo'shilishi mumkin. Agarki Isroilning rasmiy matbuotini yoki siyosatchilarning munosabatiga qaraydigan bo'lsak, bu pakt imzolangan birinchi kunlarda ularning asosiy talqini bu pakt bizga qarshi emas, bu ko'proq Eronga qarshi degan bir talqinlar ustuvor bo'ldi. Va shu yo'l orqali siyosiy texnologiya qilindi. Ya'niki asosiy e'tibor yoki asosiy ziddiyatlarni musulmon davlatlari o'rtasidagi ziddiyatlarga qaratishga harakat qilindi. Lekin keyingi kunlarda Isroildagi asosiy yondashuv shundan iboratki, Isroil establishmenti yoki oliy hokimiyati katta yirik xatolarga yo'l qo'ydi. Birinchisi, Saudiya Arabistoni bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning normallashuviga imkoniyat yaratdi. Yoki mana shunday yarashuv uchun, yaqinlashuv uchun sharoit yaratib berildi yoki buning oldi olinmadi. Va bu Isroil muxolifati tomonidan Benyamin Netanyahuga qarshi aytilayotgan da'volardan yoki e'tirozlardan bittasi. Ikkinchisi, mana bu paktning imzolanishining o'zi bugun Isroil uchun jiddiy tahdid sifatida talqin qilinmoqda. Ya'ni Isroil matbuoti va mutafakkirlar aytayaptiki, endi bundan keyin biz o'zimizning xavfsizligimizni ta'minlashimiz uchun yanada kuchliroq Amerika bilan yoki mintaqadagi boshqa davlatlar bilan ittifoqchiligimizni kuchaytirishimiz kerak demoqda. Bu qaysi davlatlar? Isroil uchun potensial ittifoqchi bo'lib ulgurgan yoki ittifoqchiligi mustahkamlanishi kerak bo'lgan davlatlar. Bu Isroil, Hindiston munosabatlari, Isroil, Gretsiya munosabatlari, Isroil, Kipr munosabatlari va jumladan Isroil Birlashgan Arab Amirliklari munosabatlari. Hozircha mana bu uchlik o'rtasidagi paktga Arab davlatlari ichida munosabat bildirmayotgan yoki qo'llab-quvvatlamayotgan deyarli aytish mumkinki yagona yoki kamsonli davlatlardan bittasi bu Birlashgan Arab Amirliklari. Bu paktni Rossiya qo'llab-quvvatlab chiqdi. Chunki Rossiya aytdiki, mintaqada Amerika Qo'shma Shtatlari zaiflashyapti va mintaqadagi yirik musulmon davlatlari o'zlarining kuchlarini birlashtiryapti deb. Qatar rasmiylari bu birlashuvni yoki bu paktni juda ham jiddiy ijobiy qo'llab-quvvatlab chiqdi. Bu pakt imzolangan kunida Erondagi ba'zi bir rasmiy, ya'ni u qadar yuqori bo'lmagan mulozimlar, ya'ni ko'proq deputatlar bu paktni Saudiya fokusida tanqid qildi. Ular aytdiki, Saudiya o'zining Amerikaga bog'liqligini qayta ko'rib chiqishi kerak. Shundagina mintaqada barqarorlik bo'ladi degan bir fikrlar aytildi. Lekin keyingi kunlarda Erondagi boshqa yuqori mulozimlar aytdiki, bu pakt Eronga qarshi qaratilgan emas. Bu pakt Eronga qarshi qaratilgan bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun biz bu paktni, ya'ni yirik musulmon davlatlarning birlashuvini, ular o'rtasidagi xavfsizlik hamda mudofaa hamkorligini faqat qo'llab-quvvatlaymiz degan bir fikrlar aytildi. Dunyo yangi bir davrga kirdi. Sovuq urush davridagi dunyodagi bo'linish bu yirik mafkuralar bilan belgilangan edi. Bir tomondan kapitalizm, ikkinchi tomondan sotsializm.
Mana bu mafkuraviy chiziq hattoki musulmon davlatlari, Turkiy davlatlarda ham Turkiylarni, musulmonlarni ikkita tomonga bo'lgan edi. Sovuq urush tugagandan keyin yangi davr boshlandi. Asosiy birlashuv yoki ajralish yoki tirashuv nuqtasi geosiyosiy komandalar edi. Lekin biz bilamizki, ko'plab mutafakkirlar aytadiki, borgan sari dunyoda birlashuv yoki bo'linishlar, tirashuvlarning fundamentida, asosida o'zliklar turadi. O'zliklarni inkor qilib bo'lmaydi. Ya'ni sovuq urushdan keyin ma'lum bir muddat hattoki Markaziy Osiyo davlatlari ham, kechagi birinchi ma'muriyat davridagi O'zbekiston ham o'zliklarni inkor qilish va musulmon dunyosi yoki xristian dunyosidagi mana bu bo'linishlar, ya'ni o'zlik asosidagi bo'linishlarni bu vaqtinchalik yoki adashgan yondashuv degan bir talqin juda ham ustuvor edi. Lekin global tendensiya, bizga bog'liq bo'lmagan tendensiya shundan iboratki, ayniqsa Yaqin Sharqda, ya'ni Isroilning mintaqadagi Amerika bilan ittifoqchiligi yoki Isroilning ekspansionizmi yoki boshqa bir holatlar shuni ko'rsatadiki, o'zliklar asosidagi dunyodagi bo'linishni inkor qilib bo'lmaydi. Va shuning uchun Makkadagi imzolangan mana bu pakt o'zgarib borayotgan dunyodagi ko'plab qadamlarning mening nazarimda birinchisi hisoblanadi. Tabiiyki, bu tashkilot emas. Bu NATO, ya'ni musulmon NATOsi emas. Uning sekretariati, uning shtab kvartirasi mavjud emas. Bu faqatgina hozircha 3 ta davlat o'rtasidagi koordinatsiya, ya'ni muvofiqlashuv. Lekin davr talabi, davr taqozosi shundan iboratki, musulmon davlatlari, Turkiy davlatlar o'zlarining kuchlarini, imkoniyatlarini birlashtirmasa, xuddi 19-20-asrdagi kabi yangi ko'rinishdagi kolonializmning qurboni bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling.